Yo'l harakati ishtirokchilariga navbatdagi yangilik. 2026-yil 4-fevraldagi O'zbekiston Respublikasining 1116 son qonuniga ko'ra ayrim yo'l qoidabuzarliklar maxsus avtomatlashtirilgan foto va video kameralar orqali rasmiy ravishda qayd etilishi belgilangan. Kamera orqali quyidagi holatlar avtomatik ravishda qayd etiladi. Xavfsizlik kamarini taqmaslik, mashina boshqarayotganda telefondan foydalanish, belgilangan tezlikni soatiga 20 kilometrdan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborish, to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish. Agar qoidabuzarlik kamera orqali qayd etilgan bo'lsa, huquqbuzarlik sodir etilgan kundan e'tiboran jarima 1 oy ichida qo'llaniladi. Agar fuqaro jarimaga shikoyat qilsa, qaror chiqarish muddati huquqbuzarlik sodir etilgan kundan e'tiboran 1 yildan kechiktirmay qo'llanishi mumkin. Ta'kidlab o'tamiz, kameralar ishlayapti. Qoidabuzarlik esa albatta javobgarlik